Assalomu alaykum hammaga. Bu oldingi qismga qo'shimcha bo'ladi. Ozgina kamchilik bo'lgan ekan oldingi qismda, sal tushunmovchilik bo'lmasligi uchun yana bugun video qilyapmiz. Xo'sh, kecha keraksiz shoxlari olishni ko'rsatdim. Hozir yana ko'rsataman. Mana keraksiz shoxlar. Mana shoxlar yotibdi. Keraksiz shoxlar qanaqa bo'ladi? Tushunmaganlar bor ekan. Mana keraksiz shoxlar mana Makkani tagidan shox deydi mana. Bu shox bo'ladi. Buni olib tashaladi. Mana olib tashyapmiz. Mana bu yerda ham bor. Keraksiz shox mana Makkani tagidan shoxlab chiqqan bo'ladi. Mana bu yerda 3 ta bor ekan bitta Makkani tagida. Buni ham olib tashlaymiz. Mana bitta o'zi qoldi Makka. Mana bu shoxlar mana katta bo'lib qo'ygan. Makkani pashti o'z bilan teng bo'lib qo'ygan bu shoxlari. Mana bu yerda ham bor, olib tashlaymiz. Buni nega yana qayta ko'rsatyapman? Kecha sal tushunmaganlar bor ekan. Yonidan o'rtasidan chiqargan shoxlarni ham olib tashlaymizmi deyishibdi. Yonidan o'rtasidan chiqargan bu shox emas. Bu shox emas, bu sota уже. Faqat tegidan mana tegidan chiqqan olib tashlaymiz. Mana tegidan chiqqanlari olib tashlaymiz. Mana bitta o'zi qoladi. Tepasidan chiqayotganlar bu shox emas, bu sota. Sota hisoblanadi bu. Buni olib tashamanglar. Olib tashlasanglar sotasi ketib qoladi. Bu qolish kerak joyida. Bu sota bo'ladi, sal katta bo'lib, popuk chiqarib sota bo'ladi. Shunga ahamiyat berasizlar. Kecha savol kelgan ekan, siznikidan Makkan balandroq, yonidan chiqargan shoxlarni ham olib tashlaymi degan ekan. Yana shox deb o'ylab shu joylari olib tashamanglar. Shunga shoshilinch bugun ham video qildim o'zi. Bugun ham keraksiz shoxlarni olyapmiz, kechagi ish qilyapmiz. Video qilishimga sabab shu bo'ldi. E'tiborli bo'linglar. Yonidan chiqqan shox emas bular sota bo'ladi. Buni olib tashamanglar. Sotasiz Makka bo'lib qolmasin Makkalar. Bu dom bo'ladi katta bo'lib. Shunga ahamiyat berasizlar. O'sha mana sota solish qachon boshlaydi? Mana bosh chiqardi, o'sha sota ham so'g'atdi. Mana bular shoxga o'xshaydi. Mana tegidan chiqdi. Mana tegidan chiqqanni olib tashlaymiz. Mana ikkita tegidan chiqqan shox. O'rtalarida mana shoxga o'xshaydi, lekin bu shox emasda. Bu sota bo'ladi bu. Ko'rib turibsizlar. Bularni olib tashlamaysizlar. Adashib olib tashamanglar. Keyin Makkadan hosil ololmay yurmanglar. Kecha ham videoda ko'rsatganman, endi o'rtasidan chiqqanni olib tashamanglar demadimmi? Kecha videoda tegidan olib ko'rsatganman. O'sha kechagi videoga o'xshab tegidagina olib tashlaysizlar, faqat bo'ldi. Bugun tushuntirib o'tayapman yana bir. Endi sota nimaligini bilmaydiganlar, dehqonlar bo'lib qolsa deb birinchi ekkanlar bo'lishi mumkin, tushunmaganlar bo'lishi mumkin. Shunga tushuntirib o'tyapman. Sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.